hammamizga ma'lum Markaziy Osiyo bu deylik o'sha turli dinlar, turli demak o'sha madaniyatlar kesishgan bir nuqta hisoblanadi. Umuman o'sha Buyuk Ipak yo'lini chorrahasida joylashgan bir mintaqa sifatida Markaziy Osiyo o'ziga xos o'sha bir islom madaniyati sivilizatsiyasining sub madaniyati hisoblanadi, sub sivilizatsiya hisoblanadi va Markaziy Osiyo aslida tarixini olib qaraganimizda bir integral, ya'ni yaxlit bir qism bo'lgan, butun bir qism bo'lgan va sobiq ittifoq davrida va oxirgi o'sha jarayonlarni, o'sha oxirgi 1-2 asrdagi bo'lgan jarayonlar ma'lum bir dezintegratsiyaga olib kelgan. Biz mustaqillikdan keyin qisman mana o'sha Markaziy Osiyoda o'sha yangi davr, taxminan 2017-2018-yillargacha bo'lgan davrni qaraydigan bo'lsak, garchi g'oyalar ilgari surilgan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo integratsiyasi bo'yicha, ya'ni Turon birligi, umuman deylik o'sha Turkiston umumiy uyimiz kabi konsepsiyalar ilgari surilgan bo'lsa-da, amalda lekin bu g'oyalar amalga oshmagan, chunki mamlakatlarni demak o'sha o'zini rivojlanish darajasidan kelib chiqib, ular dastlab o'sha o'zini ichki ehtiyojidan kelib chiqib, ichki muammolarni hal qilish kerak edi. Misol uchun O'zbekistonni olib qaraydigan bo'lsak, 1991-yilda garchi O'zbekiston mustaqil bo'lgan bo'lsa-da, lekin O'zbekiston armiyasi to'liq deylik 94-yilga kelib mustaqil bo'ldi amalda masalan. Bu jihatlar bor. Umuman yoki masalan o'sha Turkmanistondagi jarayonlar, o'sha neytralitet bilan bog'liq jarayonlar nima uchun Turkmanistonga kerak degan masala qo'yilishi mumkin. Balki Turkmaniston o'zi uchun bu maqbuldir, to'g'rimi yo'qmi? Demak, yoki Qozog'istonni masalan o'sha ko'proq g'arb vektorli siyosati olib borilishga intilishi, masalan o'ziga xos bir xarakterga ega, yoki Qirg'izistonni o'sha demokratik oroli sifatida mashhur bo'lishi, yoki Tojikistonni deylik shu yopiq mamlakat bo'lib qolganligi kim manfaatdor bundan masalan, yoki Markaziy Osiyo tushunchasiga bugungi kunda 6-bir a'zoni ham qo'shishimiz mumkin. Shunday harakat bor. 5 ta emas, balki 6. Bu 6-a'zo bu Afg'onistonni qo'shish mumkin, chunki amalda umuman tarixni olib qaraganimizda ham Markaziy Osiyoning bo'lagi, ajralmas bo'lagi hisoblanadi. Afg'oniston ham Markaziy Osiyoda integratsiya aslida bu tabiiy ravishda mavjud bo'lgan, ya'ni diniy, madaniy faktorlar asosiy o'sha tamal toshini demak tamal toshi qo'yilgan va misol uchun o'sha Yevropa Ittifoqi integratsiyasiga qiyos qiladigan bo'lsak, Yevropa Ittifoqida juda o'rtasida mobaynida uzun kurashlar yuz berdi va kurashlardan keyingina Yevropa Ittifoqi mamlakatlari integratsiyalashuvga intildi. Lekin hali ham Yevropada bu janglar davom etyapti, bunday olganda kurashlar davom etyapti. Demak, Markaziy Osiyo shundoq ham integratsiyalashgan aslida. Ya'ni tarixiy g'oyaviy jihatdan. Biroq bugun mexanizmlar, ya'ni xalqaro tuzilma sifatida va umuman iqtisodiy kooperatsiya nuqtai nazaridan yondashish kerak bu masalaga. Men shunday fikrlarni ilgari surgan bo'lardimki, dastlab iqtisodiyoti yaqin bo'lgan mamlakatlar, misol uchun Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston o'rtasida iqtisodiy kooperatsiya rivojlantirish mumkin. Bu g'oya ilgari ham o'sha prezident Karimov davrida ham ilgari surilgan aslida va bugun buni jadallashtirish kerak va biz deyarli chegara muammolari qolmadi. Masalan, yaqinda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston o'sha chegara muammolarini hal qildi, o'sha ratifikatsiya qilindi, chegara demak bo'yicha kelishuvlar tasdiqlandi va boshqa mamlakatlarda ham bu jarayonlar aktiv davom etyapti. Biz ijobiy qarashimiz kerak bu jarayonga va bu orqaga qaytmaydigan jarayon. Misol uchun O'zbekiston tashqi siyosatida Markaziy Osiyo muhim yo'nalish hisoblanadi. Mana biz yaqin deylik o'sha yaqin yillarda biz O'zbekiston tashqi siyosat konsepsiyasini qayta qabul qilish jarayonida turibmiz. Qozog'istonda bu hujjat bor va biz Markaziy Osiyoni yanada mustahkamlashdan biz manfaatdormiz, chunki O'zbekistonda ko'p ichki muammolar aynan Markaziy Osiyodagi integratsiyalashuv orqali hal qilinishi mumkin. Ya'ni o'sha hududlarni rivojlantirish bilan bog'liq chegara hududlar va boshqa. Men o'ylayman, bu jarayonda albatta biz chunki dunyodagi bir obyektiv jarayon sifatida bugungi globallashuv va integratsiyalashuv jarayonlarini mohiyatini anglagan holda bunga yondashish kerak va amaliy harakatlar haqida baho beradigan bo'lsak, biz albatta mana oxirgi paytlarda o'sha institutsional islohotlar kuchaytirilyapti. Nafaqat o'sha maslahat uchrashuvi doirasida prezidentlar, ya'ni davlat rahbarlari darajasida, balki tashqi ishlar vazirlari darajasida yoki turli idora va tashkilotlar o'rtasida ham hamkorlik kuchayib boryapti. Misol uchun o'sha biznes vakillari, ishbilarmonlar doirasida masalan bu haqiqiy real ehtiyojni anglagan holda amaliy harakatlarni kuchaytirish kerak degan fikrlarni ilgari suraman. Markaziy Osiyo hamkorligi bu albatta bu istiqbolli loyiha va bu Markaziy Osiyo mamlakatlari bugungi dunyoda kechayotgan o'sha deylik
o'sha tranzit yo'laklari bilan bog'liq masalalar hal qilinishda yoki o'sha logistika tarmoqlariga ulanish va umuman ta'minot zanjirlariga ulanish masalasida aynan bu integratsion birlik ko'p mamlakatlar manfaatlariga xizmat qiladi. Bu yerda bizga ko'p xizmat qildi, boshqaga kam xizmat qildi degan tushuncha noto'g'ri. Chunki Markaziy Osiyo oilasi degan bir tushuncha bo'lishi kerak. Chunki ota-bobolarimiz shuni xohlagan. Jadidlar uzoqqa bormaylik masalan. Bu demak orzu niyatlar amalga oshsa qancha yaxshi bo'ladi. Albatta biz Markaziy Osiyo hamkorligi g'oyasini rivojlantirish va umuman o'sha amaliy qadamlarni kuchaytirish uchun demak o'sha targ'ibot ishlarini ham olib borishimiz kerak va demak o'sha hamkorlikni yangi ufqlarini biz demak kashf etishimiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Assalomu alaykum. Fikrat kanalida o'zbekona nigoh ko'rsatuvimiz orqali Ukraina-Rossiya urushi haqida gaplashamiz. Мною принято решение о проведении специальной военной операции.